Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun bizni Farg'ona shahar kompleks xususiy klinikamizda yangilik, ya'ni bugungi kunga master class amaliyotlarni rejalashtirdik. Bugungi kunga bizni mehmonimiz, ukamiz Begzodjon Andijon davlat tibbiyot institutidan xirurgiya kafedrasidan murojaat qilib kelgan. 10 nafar o'zini shogirdlarini, kursantlarini olib kelgan. Hozir biz birgalashib bugun master class amaliyotlarni birga amalga oshiramiz. Begzodjon, xush kelibsiz bizni xususiy klinikamizga. Qanday taassurotlar sizda? Rahmat, Hoji Akbar Muhammadovich. Avvalo sizga, klinikangiz rahbariyatiga katta minnatdorchiligimizni bildiraman. Biz mana Andijon davlat tibbiyot institutini endi xirurgiya yo'nalishi kursantlari bilan birgalikda vodiydagi yetuk laparoskopist ustozimiz Hoji Akbar akani mahorat darslariga tashrif buyurdik. Avvalambor katta rahmat. Xudo xolasa bu yerda o'tkazadigan amaliyotlarimizni hammasi kursantlarimiz uchun har tomonlama foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bunaqangi mahorat darslarini yanada ko'paytirish tarafdorimiz. Buning uchun avvalo kompleks xususiy klinikasiga va Hoji Akbar akaga katta minnatdorchiligimizni bildiraman. Rahmat aytamiz sizga, bizni xususiy klinikamizga murojaat qilib kelganlaringiz uchun. Hozir biz birgalashib shu amaliyotni bajaramiz. Qani ketdik bo'lmasa. Ketdik, rahmat. Bugungi kunga 2 nafar bemorni amaliyotga tayinlaganimiz, ikkovini ham laparoskopik usulda kesmasdan, tig'siz qorin bo'shlig'iga tushib fundoplikatsiya amaliyotini rejalashtirganmiz. Mana bu bemorimizda mana qizil o'ngach diafragma grijasi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi ko'rsatamiz mana. Mana shu tortyapman, mana oshqozonni kardial qismi, fundus qismi ko'krak qafasiga, koks oralariga chiqib ketgan. Mana sekin tushiryapman. Mana shu yerda ham mana ko'rinib turibdi, mana teshik. Mana teshik. Chiroyli ko'rsatamiz, mana pastga tushiryapman. Deyarli oshqozon teng yarmi chiqib ketgan. Bu grijani 3-tipiga to'g'ri keladi. 2-3-tipiga. Mana hozir shuni mobilizatsiya qilib oshqozonni pastga tushiramiz, qizil o'ngachni pastga tushiramiz. Diafragma oyoqchalarni tikamiz, keyin fundoplikatsiya amaliyotini bajaramiz. Mana amaliyotning asosiy etaplarini tugatdik. Yaxshi ko'rsatamiz. Mana o'sha qizil o'ngach diafragma grijasi, mana katta teshik, mana katta teshik. Bu qizil o'ngach. Bu diafragma oyoqchalari, bu ham diafragma oyoqchalari, mana tepasini ko'rsatamiz. Oldingi devori, mana katta teshik. Shu teshikda mana oshqozon ko'krak qafasiga, koks oralariga chiqib ketyapti mana. Sal bo'shating. Biz buni pastga tushirdik, mana mobilizatsiya qildik. Endi oyoqchalarni tikib fundoplikatsiya qilamiz. Shu teshikni yopamiz mana. Mana amaliyotni yakunladik. Yakuniy bosqichi mana diafragma oyoqchalarni tikdik. Mana ikkita chok tushdi, yopildi. Oldingi devoriga ham mana ikkita chok qo'ydik, yopildi. Grija mana yopildi. Hop, nisf usulda fundoplikatsiya qildik.